Charchamadingizmi dadasi? Tuzaymisan? Yaxshi. Ovqating ham pishib qolgandir. Ha. Ha, onasi tinchlikmi? Onasi, ha? Oching. Oydin. Ko'zingni och, Oydin. Qaralashvoringlar. To'plashamiz, to'plash. Oydin, ko'zingni och. Qizalog'imiz baxtiga sog' bo'lgan onasi Oydin. Onasi ko'zingni och, onasi. Oydin. Yaxshi, ketdik. Oching ko'zingizni. Oydin. Oydin ko'zini ochdi. Oydin, doktor. Doktor, Oydin ko'zini ochdi. Doktor. Ayolimning ahvoli qanday? Ochig'i Sardorbek, ayolingizning ahvoli juda ham achinarli. Ayolingiz o'pka kasalligining juda og'ir turi bilan kasallangan. Bunga sabab iflos havodan muntazam nafas olib kelgan. Afsus. Buni vaqtida davolatish kerak edi. Lekin shunday bo'lsa ham qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Mana bu dorilarni yozib qo'ydim. Zudlik bilan olib kelib berasiz. Biz ungacha ayolingizga kislorod to'lab qo'yamiz. Xo'p bo'ladi. Faqat Tez. tezlashing. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Vay nomard. Nomard nima yo'qyapsan? Nomard, shu tutindi deb ayolim o'lim to'shakda yotibdi. Tinchlikmi? Nima bu? Ko'rmaysizmi? Shu havoni zararlanish sababli ayolim kasalxonada yotibdi, birodar. Nimasini aytasiz? Meni ham qizim shu atrof muhit zaharlanishning orqasidan to'shakka mixlanib yotibdi. Xudo xolasa oyoqqa turib ketadi. Siz bilan biz shunday harakat qilsak, Xudo xolasa bizni ham yurtimizga toza havo kirib keladi. Xudo xolasa. Mana onasi hammasi ortda qoldi, onasi. Yomg'irlar yog'ib, havoyimiz ancha musaffo bo'lib qoldi. Hammasi ortda qolgani rost bo'lsin.